Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovining hududiy bosqichlariga start berildi. Respublika bo'ylab bir vaqtning o'zida boshlangan mazkur tanlov yoshlarning kasbiy salohiyatini namoyon etish bilan birga mamlakatimizda mehnatkash, tashabbuskor va zamonaviy fikrlaydigan kadrlarni tarbiyalash yo'lidagi muhim amaliy qadam sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda. To'raqo'rg'on tumani Namangan ilg'or kasbiy mahorat maktabidagi tanlovning ochilish marosimida mutasaddi tashkilot vakillari, soha mutaxassislari hamda ekspertlar ishtirok etdilar. Dastlab tanlov ishtirokchilari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, maxsus jihozlangan xonalar va amaliy jarayonlar bilan tanishib chiqildi. Bu esa tanlovning yuqori saviyada, adolatli va shaffof tarzda tashkil etilganini ko'rsatdi. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovi 16 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan mahalla yoshlari, texnikum o'quvchilari o'rtasida 10 ta kasb yo'nalishi bo'yicha tashkil etilgan. Xususan oshpazlik, santexnika, zartaroshlik, tikuvchilik kabi kundalik hayot va xizmat ko'rsatish sohasida muhim o'rin tutadigan yo'nalishlarda ishtirokchilar o'z mahoratini namoyon etmoqda. Prezidentimizning tashabbuslari bilan butun respublikada Yangi O'zbekiston bunyodkorlar milliy kasbiy festivali davom etyapti. Shu jumladan biz tumanimizda ham 10 ta kasb bo'yicha tanlovni tashkil qilganmiz. Tanlovni bugun ochilish marosimida ishtirok etib turibmiz. 1200 dan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Bu kasblar tanlovi 10 kun davomida davom etadi. Har bitta kasb uchun g'olib chiqqanlar viloyat bosqichida, so'ngra respublika bosqichida ishtirok etish sharafiga muyassar bo'lishadi. Bizni texnikumimizda 2 ta kasb bo'yicha tashkil qilganmiz. Avtomobil texnik xizmat ko'rsatish va qurilish bo'yicha tashkil qilingan. Xuddi shunday boshqa texnikumlarda ham 2 tadan hamma texnikum tashkil qilingan. Jami 10 ta kasb bo'yicha ishtirok etishadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan yoshlar soni viloyat bo'yicha 23 ming nafardan ortdi. Birgina To'raqo'rg'on tumanida 1200 nafar yoshlar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rmoqdalar. Bu raqamlar yoshlar orasida o'z kasbining ustasi sifatida faoliyat olib borish yo'lida izlanayotganlar soni ortayotganini ko'rsatadi. Muhammad Bilol Toshkent mahallasida yashaydi. Yoshligidan avtomobillarga qiziqadi. Ustalarga shogird tushib, ancha-muncha hunar o'rgandi. 8-9 sinfda mahallamiz ustaxonaga shogird bo'lib tushib, shu kasb o'rganishga harakat qilganman. Tanlov bo'layotganini eshitib, juda ham xursand bo'lib, birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tdim. Tanlovda o'zimni sinab ko'rib, kelgusida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lish. Ana shu maqsadda astoydil harakat qilyapman. Tanlovning yana bir e'tiborli jihati respublika bosqichida g'olib bo'lgan ishtirokchilar xalqaro chempionatda O'zbekiston sharafini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga ular mamlakatimiz prezidenti sovrinini ham qo'lga kiritadi. Mazkur tanlov yoshlarning faqat nazariy bilim emas, balki aniq kasb va hunar orqali hayotda munosib o'rin egallashiga xizmat qiladi. Ayniqsa mahalla yoshlarining keng jalb etilayotgan aholini bandlikka yo'naltirish, tadbirkorlik va mustaqil mehnat faoliyatiga rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.